Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent viloyati Sog'liqni saqlash boshqarmasining mas'ul xodimi boshqarmaga qarashli maxsus tibbiy ta'minot bazasida saqlanayotgan tibbiyot buyumlarini xaridorga hujjatlarni qalbakilashtirish orqali 57.880 AQSh dollariga sotishga kelishib, oldindan 40.000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Necha pul olishingiz kerak edi? 57.880. Pulni oldingizmi? Qani pul? Pulmi nima? Pul sanadingizmi? Sanaldi. Yana sizdan pushaymonmisiz? Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 167-moddasi 3-qismi A bandi va 209-moddasining 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Jizzax viloyatida kuzatilgan holatda Hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatining Jizzax filiali Sharof Rashidov tumani elektr ta'minoti bo'limi bosh muhandisi mazkur aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Energo savdo korxonasining tuman bo'limi nazoratchisi bilan o'zaro til biriktirib, yakka tartibdagi tadbirkorning M39 xalqaro avtomagistral yo'li yoqasida joylashgan yer maydoniga elektromobillarni quvvatlantirish shoxobchasini tashkil etish uchun 400 kilovatli transformator o'rnatish, tegishli tartibda barcha hujjatlarni tayyorlash va tarmoqqa ulab berish evaziga 90 million so'm olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qayerda nima lavozimda ishlaysiz? Necha yil transformator olmoqchi edingiz? 400 barobar. Fuqarodan olgan pullaringiz shumi? Sizning dalillash sifatida olingan 90 million so'm pullari xoloslar ishtirokida paketga solib, siz ishtirokida muhrlaymiz. hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 214-moddasi 3-qismi V, G bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Jizzax viloyatida qayd etilgan yana bir holatda esa Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida Jizzax shahrida o'tkazilgan tezkor tadbirda Namangan shahridagi umumta'lim maktablaridan birining direktori o'rinbosari abituriyentlarga oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirishda yo'nalish bo'yicha kerak bo'ladigan kimyo va biologiya fanlaridan milliy sertifikat bo'yicha imtihonlarning test savollari hamda javoblarini mansabdor tanishlari orqali olib berish evaziga 20.000 AQSh dollari talab qilib, 8.000 AQSh dollari va 156 million so'm olgan vaqtida ushlandi. Hozirda maktab direktori o'rinbosariga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 168-moddasining 4-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 17 nafar soliq idoralari xodimlari, 1 nafar bojxona organi xodimi, 1 nafar bank xodimi, 1 nafar tuman hokimining birinchi o'rinbosari va 18 nafar tadbirkorlik subyektlarining mansabdor shaxslaridan iborat uyushgan jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Aniqlanishicha, ushbu guruh tomonidan 2020-2023 yillar davomida 8 ta soxta korxona tashkil qilinib, xorijga soxta eksport qilingan mebel mahsulotlari uchun qaytarilishi belgilangan 15% qo'shilgan qiymat solig'ining salbiy farq summasini asossiz qaytarib olish orqali ular jami 24 milliard 580 million so'm budjet mablag'larini talon-taroj qilishgan. Jinoiy guruh faoliyatini soliq idoralarining sobiq xodimi muvofiqlashtirib borgan va aynan mazkur shaxs norasmiy rahbarlik qilgan korxonalar Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumanida ro'yxatdan o'tgan bo'lsa-da, ularning yuridik manzillari asossiz ravishda tez-tez o'zgartirilib, ularga rasmiy rahbar sifatida ishga aloqador bo'lmagan shaxslarning nomlari kiritilgan. Shuningdek, faoliyat turi mebel ishlab chiqarish bilan shug'ullanishi belgilangan bo'lsa-da, aslida hech qanday ishlab chiqarishni amalga oshirmagan. Bundan tashqari hisobot hujjatlarida go'yoki ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlar Qirg'iziston Respublikasiga eksport qilinganligi aks ettirilgan. Lekin tekshiruvlar jarayonida eksport operatsiyalari amalga oshirilmaganligi, korxonalarning muhrlari uyushgan guruh tomonidan soxtalashtirilganligi va eksport shartnomalari shakllantirilganligi hamda davlat byudjetidan yuqorida ko'rsatilgan qo'shilgan qiymat solig'i pul mablag'larini noqonuniy qaytarib olinganligi aniqlandi. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 167, 179, 184, 209 va 228-moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borildi. Tergov davomida 6 milliard 808 million so'm davlat hisobiga undirildi. Shuningdek, yetkazilgan zararni qoplash uchun 6 milliard 300 million so'mlik mol-mulk, jumladan bitta ko'p qavatli xususiy tibbiy klinika binosi, bitta avtomobillar yuvish shoxobchasi, 2 ta xonadon, 6 ta avtomashina hamda telefon va kompyuter jihozlari xatlandi. Byudjet mablag'lari
mablag'larni o'zlashtirish yo'li bilan talon-taroj qilish, soliq yoki yig'imlarni to'lashdan qasddan bo'yin tovlash, ishtirokchilikdagi mansab soxtakorligi, hujjatlar, shtamplar, muhrlar, blankalar tayyorlash, hujjatlarni soxta ekanligini bila turib, undan foydalanishda foydalangan jinoyatlarni qasddan sodir etgan. Mazkur jinoiy sxema doirasida uyushgan guruh a'zolariga vazifalar taqsimlangan va umumiy rahbarlik amalga oshirilgan. Biz korxona ochardik, yog'och import qiladigan korxonalarga pul mablag'lari chiqarardik. Ushbu chiqarilgan pullari 96-97% vaqtlashtirib olardik. Evaziga ulab yog'och bizga sotilganligi to'g'risida faqatgina hisobvaraq fakturalar rasmiylashtirilardi. Lekin yog'och mahsulotlari olinmagan. Hujjatlarda sotib olingan yog'ochdan paydo bo'lgan NDSi soliq tizimida ishlovchi tanishlarimiz orqali korxona hisob raqamiga tushirar edik. Ushbu noqonuniy o'ylab topilgan sxemani orqasidan shunaqa vaziyatga yetib keldik. Rossiya Federatsiyasidan yog'och import qilardim. Ish jarayonida tanishim sobiqda ishlardi. NDS qaytarishligini aytdi. Menga taklif qildi, shunaqa qaytaramiz, siz import qilyapti ekansiz dedi. Men rozi bo'ldim. Keyin ish boshladik. Hujjatlarni chiqarilashtirib Qirg'iziston Respublikasiga eksport qildik. Yig'ilib qolgan NDSni 15%ni oldindan berardim. Keyin u pullar hisob raqamimizga tushardi. Jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tomonidan 38 nafar ayblanuvchilardan 14 nafariga 5 yil 6 oydan 7 yil 6 oy muddatgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Shuningdek, 18 nafar shaxsga nisbatan turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlanib, ularga Jinoyat kodeksining 72-moddasini qo'llagan holda 2 yil muddat ichida yetkazilgan moddiy zararni qoplash majburiyati bilan 3 yil sinov muddati tayinlandi. Bundan tashqari sudlanuvchilarning 6 nafariga nisbatan 2 yildan kam bo'lmagan muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Ushbu qilgan ishimizdan juda ham pushaymonmiz. Hech kim soxta hujjatlar tuzib, davlat hujjati bilan o'ynashmasligini, O'zbekiston Respublikasi noqonuniy ishlar qilmasligini so'rab qolamiz. Qilgan ishimdan pushaymonman. Siz ko'ryapsiz tadbirkorlarga unaqa ishlar qilmaslikni tavsiya beraman. Navoiy viloyatining Karmana tumanida yashovchi xususiy tadbirkor o'zganing ishonchiga kirib, tuman hokimligi zaxirasida bo'lgan 1 gektar bo'sh yer maydonini go'yoki o'ziga tegishli ekanligini aytib, unga sotish va mansabdor tanishlari orqali kadastr hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga 2 milliard so'm talab qiladi. Ammo u so'ralgan pul mablag'idan 1 milliard so'mni Navoiy shahrida olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Sanoqdan o'tkazamiz. Bir uramda 5 pachka 50 milliondan 20 uram 1 milliard so'm pul mo'llar. Avtomashinaning orqa qismidan aniqlandi. Andijon viloyatida kuzatilgan holatda esa Xo'jaobod tumanida yashovchi 1992 va 1994-yillarda tug'ilgan aka-uka davlat zaxirasida bo'lgan 2 gektar yer maydonini yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 300 ming AQSh dollari talab qilishadi. Lekin davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan boshqa huquqni muhofaza qiluvchi idoralar bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda ulardan biri so'ralgan pul mablag'idan 50 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Fuqaro bilan o'rtalarida nima bo'ldi? Necha pulga sotdingiz? Bunday qonun buzilish holatlari Farg'ona viloyatida ham qayd etildi. Jumladan, Uchko'prik tumanidagi paxtachilik va g'allachilikka ixtisoslashgan fermer xo'jalik rahbari mazkur xo'jalikning 50 sotix sug'oriladigan yer maydonini xaridorga 55 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, shundan 45 ming AQSh dollarini olgan vaqtida huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatlariga chek qo'yildi. Nima ish qilasiz? 20 ming. Qancha miqdorda pul oldingiz? 45 ming dollar pul oldim. boshqa holatda esa Quva tumanidagi qandolat mahsulotlari ishlab chiqaruvchi mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari mazkur jamiyatning 10 sotix yer maydonini kadastr tizimidagi tanishlari orqali xaridor nomiga turar joy sifatida rasmiylashtirib berish evaziga 35 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining Toshkent shahar boshqarmasi hamda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda poytaxtda yashovchi 1964-yilda tug'ilgan fuqaro Toshkent tumanida joylashgan va davlat zaxirasida bo'lgan 16 sotix yer maydonining har bir sotixini 22 ming AQSh dollaridan jami 352 ming AQSh dollariga xaridorga sotishga kelishib hamda yuqori lavozimda ishlovchi tanishlari orqali uning nomiga rasmiylashtirib berishni va'da qilib, oldindan 30 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi.
Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, uning sherigi bo'lgan Toshkent tumanida istiqomat qiluvchi 1952-yilda tug'ilgan muqaddam firibgarlik bilan bog'liq jinoyati uchun sudlangan shaxs ham ushbu 30 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkent viloyatida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan fuqaro va uning Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 1998-yilda tug'ilgan sherigi ijtimoiy tarmoqlar orqali Jizzax shahrida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib, unga soxta 100 AQSh dollari kupyurali jami 50 ming AQSh dollarini 65 million so'mga sotishga kelishishadi. Shundan so'ng ular Jizzax shahriga borib, xaridor bilan telefon orqali muloqot qilib, unga qalbaki pullarni shahar hududidagi xufiya joyga qoldirib ketishlarini aytishadi va kelishilgan summadan 39 million 200 ming so'mni oldindan plastik kartochka orqali olishadi. Ammo ular qalbaki valyutalarni belgilangan joyga qoldirmasdan xaridorni aldab, Toshkent shahriga qaytib ketayotgan vaqtlarida Davlat xavfsizlik xizmati hamda Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan Do'stlik tumanida ushlanib, ular ketayotgan avtomashina salonidan to'lov vositasi sifatida qabul qilib bo'lmaydigan 51 ming AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olindi. Tashlab bergan plastik puli turibdi. Avtomashinamizga o'zimizning mana mashina dollar bor. Xizmatning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti xodimlari tomonidan poytaxt hududida o'tkazilgan tezkor tadbirda esa Buxoro viloyatida yashovchi 1949 va 1984-yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs hamda Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 1981-yilda tug'ilgan fuqaro o'zaro til biriktirib, chet davlatda tayyorlangan har biri 100 kupyurali qalbaki 50 ming AQSh dollarini haqiqiy 25 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarda qo'lga olindi. Tezkor tadbir o'tkazildi. Nima maqsadda ko'rishdingiz? O'tkazmoqchi edim. Qancha nima? 50 ming dollar. Qalbaki 50 ming AQSh dollar, shumi? 25 mingga 50 ming sotdingiz. Ta'kidlash lozimki, ularning uchalasi ham muqaddam sudlangan shaxslar hisoblanadi. Toshkent shahrida qayd etilgan yana bir holatda Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida yashovchi 1997-yilda tug'ilgan shaxs xorijdan keltirilgan 50 va 100 AQSh dollari kupyurali soxta 45 ming AQSh dollarini xaridorga haqiqiy 25 ming AQSh dollariga sotgan vaqtida uning noqonuniy harakatlarga chek qo'yildi. Boshqa holatda esa Toshkent shahrida istiqomat qiluvchi 1983-yilda tug'ilgan shaxs va Toshkent viloyatining Parkent tumanida yashovchi 1994-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan fuqaro qalbaki 10 ming AQSh dollarini xaridorga haqiqiy 8 ming AQSh dollariga sotgan vaqtlarda ushlandi. Olib keldingiz? Qancha pul olib keldingiz? Bir qochib olib keldim. Nima edi u? Qalbaki puli. Qalbaki dollari. Qancha oldinglar bu yerdan? 8 ming gaplashilgan. Qalbaki valyuta bilan bog'liq jinoyatlar Namangan viloyatida ham qayd etildi. Jumladan Chortoq tumanida istiqomat qiluvchi 1991-yilda tug'ilgan muqaddam bir necha marotaba sudlangan shaxsning ko'rsatmasi bo'yicha uning 1995 va 2001-yillarda tug'ilgan 2 nafar sherigi qalbaki 30 ming AQSh dollarini xaridorga haqiqiy 19500 AQSh dollariga sotgan vaqtlarda Davlat xavfsizlik xizmati hamda ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Tadbirga jalb qilingan haqiqiy 19500 dollar olib kelgan sizga, to'g'rimi? Siz sotmoqchi bo'lgan pullar 300 ta falsifika dollar, to'g'rimi? Boshqa holatda esa Namangan shahrida istiqomat qiluvchi 1991-yilda tug'ilgan fuqaroning yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda 88 dona 50 AQSh dollari kupyurali va 44 dona 100 AQSh dollari kupyurali jami 8800 AQSh dollari miqdoridagi qalbaki chet el valyutalari borligi aniqlanib, ashyoviy dalil sifatida olindi. 44 ta 100 kupyurali AQSh dollari hamda 88 ta 50 kupyurali O'zbekistondagi Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlar qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlik vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish doirasida joriy yilning 9-yanvar kuni Davlat xavfsizlik xizmatining Farg'ona viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan bojxona va ichki ishlar organlarini jalb qilgan holda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona tumanidagi Mindonobod mahalla fuqarolar yig'inidagi uylardan birida sintetik giyohvandlik vositalari tayyorlash maqsadida tashkil etilgan narkolaboratoriya fosh etildi. Aniqlanishicha, Marg'ilon shahrida yashovchi 1990 va 2001-yillarda tug'ilgan 3 nafar shaxs
mazkur xonadonni har oyiga 250 AQSh dollaridan ijaraga olib, u yerda giyohvandlik vositalari tayyorlash bilan shug'ullanishgan. Ko'zdan kechirish davomida ushbu manzildan 8 kilogramm 185 gramm alfa PVP, 4 kilogramm 209 gramm spice, 427 gramm mefedron sintetik narkotik moddalar hamda ularni tayyorlashda kerak bo'ladigan 12 kilogramm 326 gramm maxsus suyuqlik va 13 kilogramm 925 gramm tamaki mahsulotlari ashyoviy dalil sifatida olindi. Sintetik giyohvandlik vositalar, ularni tayyorlaydigan prekursorlar va ularni foydalanadigan jihozlar andijonda aniqlandi. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, tezkor tadbir davomida olingan jami 12 kilogramm 821 gramm sintetik narkotik moddalarning qora bozordagi bahosi 9 milliard 185 million so'mni tashkil etadi. Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, qonunbuzarlar internet tarmog'i orqali giyohvandlik vositalari sotish bilan shug'ullanuvchi jinoiy guruh a'zolari tomonidan zakladka usulida yetkazib berilgan xom ashyo mahsulotlari asosida narkotik moddalar tayyorlab, viloyat bo'yicha belgilangan xufiya joylarga qoldirib, ularning lokatsiyasini jinoiy guruh a'zolariga yuborib turishgan. Buning evaziga uchala shaxsning har biri haftasiga kriptovalyuta ko'rinishida 500 AQSh dollaridan maosh olgan. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 273-moddasi 4-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish va sifati kafolatlanmagan mahsulotlarning savdoga chiqarilishini oldini olish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamda alkogol va tamaki bozorini tartibga solish inspeksiyasi vakillari bilan hamkorlikda tezkor tadbir o'tkazildi. Xususan, Toshkent shahrida spirtli va salqin ichimliklar savdosi bilan shug'ullanuvchi ikkita xususiy korxonaning Yashnobod tumanida joylashgan omborida katta qismining yaroqlilik muddati o'tgan umumiy qiymati 429 million 629 ming so'mlik 79 ming 172 dona salqin ichimliklar hamda 134 million 845 ming so'mlik 3374 dona spirtli ichimliklar saqlanayotganligi aniqlandi. 24-fevralda muddat tugagan. Muddat o'tgan ekan. Shuningdek, omborda kirim hujjatlariga ega bo'lmagan qiymati 1 milliard 187 million so'mlik mahalliy va xorijdan keltirilgan 25746 dona turli xil spirtli ichimliklar mavjudligi ham aniqlandi. 2024-yil 22-dekabrda ishlab chiqarilgan, to'g'rimi? Tovar sotuvga chiqarilmadi. Ya'ni zavodda turish kerak. Tekshiruv davomida salqin ichimliklarning asosiy qismining yaroqlilik muddati maxsus suyuqlik yordamida o'zgartirilib, sotuvga chiqarish uchun tayyorlab qo'yilganligi ma'lum bo'ldi. O'z navbatida yaroqlilik muddati o'tgan va kirim hujjatlariga ega bo'lmagan ichimliklar sifatini tekshirish yuzasidan ekspertiza tayinlandi. Hozirda tergovga qadar tekshiruv tadbirlari amalga oshirilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining Qo'qon shahar bo'limining muqaddam sudlangan 2 nafar inspektori o'z xizmat vazifalaridan foydalanib, Qo'qon shahrida mahalliy qurilish firmasi barpo etayotgan yangi ko'p qavatli uylardagi jami 555 ta xonadonga ichimlik suvi uchun hisoblagich o'rnatish, shaxsiy kartochka ochish, sertifikat qilib berish va boshqa xizmatlar evaziga 51 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 168-moddasining 4-qismi A bandi va 28-moddasi orqali 211-moddasining 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Namangan viloyatida kuzatilgan holatda hududiy elektr tarmoqlari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli Energo savdo korxonasining Davlatobod tuman bo'limi muhandisi metall eritish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyati cheklangan jamiyatda elektr hisoblagichdan noqonuniy foydalanilganligi sababli davlatga juda ko'p miqdorda zarar yetkazilganligini ro'kach qilib, holatni rasmiylashtirmaslik va jarimaga tortmaslik evaziga vositachi orqali 20 ming AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan uning noqonuniy harakatiga chek qo'yildi. Hozirda mazkur shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi 4-qismi A bandi va 28-moddasi orqali 211-moddasining 3-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi.
Andijon viloyatida qayd etilgan holatda esa kadastr agentligining tuman bo'limi boshlig'i mahalliy fuqaroga bog'dorchilik yo'nalishida foydalanish uchun hokimiyat tomonidan ijaraga berilgan 1 gektar yer maydonining 17 sotix qismidagi noqonuniy qurilmani buzish bo'yicha dalolatnoma rasmiylashtirmaslik, sudlarga da'vo arizasi kiritmaslik va uni jinoiy javobgarlikka tortish yuzasidan prokuratura organlariga hujjatlar taqdim qilmaslik, shuningdek, keyinchalik ushbu yer maydonining 22 sotix qismini o'z boshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi qonun asosida turar joy sifatida rasmiylashtirilishida yordam berish evaziga 6000 AQSh dollari talab qilgan. Ammo u so'ralgan pul mablag'ini o'zining xizmat xonasida olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Qayerda kim bo'lib ishlaysiz? 6000 AQSh dollarini oldingizmi? Oldim. Qayerda turibdi? Tortmasida. Hozirda mazkur mansabdor shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi tomonidan prokuratura va ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Bo'ston tumanida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosining advokat stajyori hamda 1984-yilda tug'ilgan shaxs o'zaro kelishgan holda o'zganing nomida bo'lgan 34 sotix noturar yer maydonini kadastr tizimidagi tanishlari orqali xaridor nomiga turar joy sifatida rasmiylashtirib berish evaziga 34000 AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa holatda esa Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi advokatlik firmasi advokati, qurilish mahsulotlari ishlab chiqarish bilan shug'ullanuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarning mansabdor shaxslariga nisbatan Bektemir tumani prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 184-moddasi 3-qismi va 189-moddasi 1-qismi bilan qo'zg'atilgan jinoyat ishi bo'yicha 4 nafar fuqaroni javobgarlikka tortmaslik va qamoq ehtiyot chorasi qo'llamaslik evaziga 25000 AQSh dollari talab qilgan. Davlat xavfsizlik xizmati va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari tomonidan Olmazor tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda ushbu pul mablag'larini advokatning ko'rsatmasiga asosan uning 1987-yilda tug'ilgan, muqaddam sudlangan tanishi olgan vaqtida ushlandi. Buxoro viloyatida kuzatilgan holatda esa Peshku tumanida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosi advokati 2024-yilda jinoyat ishlari bo'yicha mazkur tuman sudi tomonidan sudlangan fuqaroga oid ishni kassatsiya instansiyasida ko'rilishi jarayonida unga nisbatan oqlov hukmi chiqarish masalasini sud tizimidagi tanishlari orqali hal qilib berish evaziga 12000 AQSh dollari olgan vaqtida Davlat xavfsizlik xizmati va Bosh prokuratura huzuridagi departament xodimlari tomonidan ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Xizmatning Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirda Toshkent shahrida faoliyat yurituvchi advokatlik byurosining muqaddam sudlangan ishchisi Shayxontohur tumani bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi ish yurituvida bo'lgan Jinoyat kodeksining 131-moddasi bilan poytaxtdagi spa salonlaridan birining boshqaruvchisiga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishini tanishlari orqali tergov jarayonida tugatishga ko'maklashish evaziga o'zining 1993-yilda tug'ilgan tanishi orqali 10000 AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Tergovga qadar tekshiruv davomida advokatlik byurosi ishchisi ushbu masalani o'zi ishlayotgan advokatlik byurosi advokati orqali hal qilib berishni rejalashtirganligi aniqlanib, tezkor tadbir davom ettirildi va byuro advokati ham mazkur pul mablag'ini olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, advokatlik byurosi ishchisi spa saloni boshqaruvchisidan muqaddam 4500 AQSh dollari olganligi ham ma'lum bo'ldi. Hozirda barcha holatlar yuzasidan mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan bojxona idoralari bilan hamkorlikda Toshkent viloyatining Toshkent tumanida joylashgan Navoiy chegara bojxona postida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbir jarayonida mamlakatimizdan qo'shni davlat tomon harakatlanayotgan Lacetti rusumli avtomashina to'xtatilib, xolislar ishtirokida ko'zdan kechirilganda, unda yo'lovchi sifatida ketayotgan Toshkent tumanida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaroga tegishli selofan paketda 874000 AQSh dollari borligi ma'lum bo'ldi. Hurmatli ishtirokchilar, xolislar,
Chet el valyutasi AQSh dollari ko'rinishida. Aniqlanishicha, u mazkur pul mablag'ini deklaratsiyasiz bojxona nazoratidan yashirib Qozog'iston Respublikasiga olib o'tmoqchi bo'lgan. Bu yerga nimaga keldingiz? Pulimni chiqarmoqchi. Qanaqa pul? Qozog'istonga olib chiqishim kerak. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, ushbu xorijiy valyutalarni Toshkent shahridagi bozorlarda savdo qiluvchi shaxslardan yig'ib, mazkur ayolga bergan poytaxtda istiqomat qiluvchi 1989-yilda tug'ilgan fuqaroning Toshkent tumanidagi vaqtincha yashash xonadoni ko'zdan kechirilganda, kelgusida Qozog'iston Respublikasiga olib o'tish uchun tayyorlab qo'yilgan 399.170 AQSh dollari borligi ham aniqlandi. Xonadondan olingan summa 399.170 dollar. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida jami 1.273.170 AQSh dollari ashyoviy dalil sifatida olindi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining 25-moddasi orqali 182-moddasining 2-qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Surxondaryo viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan ichki ishlar organlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Sarosiyo tumanida yashovchi 1977-yilda tug'ilgan muqaddam sudlangan shaxs tojikistonlik narkokuryerlar tomonidan Uzun tumani hududidagi xufiya joyga qoldirib ketilgan 82 kilogramm 478 gramm opiy moddasini olib, mahalliy fermer xo'jaliklaridan birining noturar binosiga yashirib qo'ymoqchi bo'lgan vaqtida ushlandi. Aniqlanishicha, u 2000 AQSh dollari xizmat haqqi evaziga tojikistonlik narkosavdogar ko'rsatmasiga asosan ushbu giyohvandlik vositasini kelgusida belgilangan joyga yetkazib berishi kerak bo'lgan. Qancha qoradan oldi? Qayerga joylashtirdingiz? Cobalt rusumli avtomashinani orqa salon qismida oq rangli polietilen qopga solingan o'tkir hidli sariq skotch bilan o'ralgan opiy giyohvandlik vositasiga o'xshash moddalar borligi aniqlandi. Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 2001-yilda tug'ilgan shaxs sintetik giyohvandlik vositalarini zakladka tarzida joylashtirayotgan vaqtida qo'lga olindi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, u o'z qaynonasining yashash xonadonida yashirin narkolaboratoriya tashkil qilganligi aniqlanib, tintuv tergov harakatlari davomida ushbu manzildan 9 kilogramm 450 gramm mefedron sintetik giyohvandlik vositasi ashyoviy dalil sifatida olindi. Bundan tashqari, mazkur fuqaro tomonidan mijozlarga sotish maqsadida xufiya joylarga qoldirilgan jami 595 gramm mefedron moddasi ham tegishli tartibda rasmiylashtirib olindi. Yana bir holatda esa Rossiya Federatsiyasidan xalqaro pochta jo'natmalari orqali boshqa tovar nomi ostida plastik idishda yuborilgan 7 kilogramm 313 gramm sintetik kannabinoid analogi bo'lgan 5 fluoro ADB sintetik moddasini qabul qilib olganlarida Toshkent shahrida vaqtincha yashovchi 2001 va 2002 yillarda Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan 2 nafar shaxs Davlat xavfsizlik xizmati va bojxona qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. 2 dona suyuqlik buyumlarini tekshirilish natijasida shubhali modda borligi aniqlangan hamda Toshkent shahrida 2 nafar shaxslar mazkur suyuqlik moddasini qabul qilib olib, avtotransport vositasiga ortib ketmoqchi bo'lgan paytda tezkor xodimlar tomonidan to'xtatib qolindi. Aniqlanishicha, ular WhatsApp Messenger orqali tanishgan noma'lum profil egasi topshirig'iga ko'ra 500 AQSh dollari evaziga ushbu ajal og'usini Toshkent shahridan Samarqand viloyatiga yetkazib berishlari kerak bo'lgan. Shundan so'ng tezkor tadbir davom ettirilib, mazkur narkotik moddalarni Samarqand viloyatida qabul qilib olgan vaqtlarida Bastarg'om tumanida yashovchi 2001 va 2002 yillarda tug'ilgan 2 nafar fuqaro ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Ulardan birining Samarqand shahridagi xonadoni ko'zdan kechirilganda, sintetik giyohvandlik vositalarini tayyorlash uchun mo'ljallangan yashirin laboratoriya tashkil qilinganligi ma'lum bo'ldi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departament bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda Bo'stonliq tumanida yashovchi 1980 va 1988 yillarda tug'ilgan 2 nafar shaxs o'zaro kelishgan holda mazkur tuman hokimligi tomonidan bog'dorchilik, uzumchilikka ixtisoslashgan shirkatning 2 nafar a'zosiga dala hovli qurish maqsadida ajratib berilgan 20 sotix yer maydonini xaridor nomiga rasmiylashtirib berish evaziga 200
230 ming AQSh dollari olgan vaqtlarida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Shuningdek, tezkor tadbir davom ettirilib, o'zini go'yoki ushbu yer uchastkasining egasi deb tanishtirgan. 1964-yilda tug'ilgan fuqaro ham yer maydonini xaridor nomiga o'tkazib berish evaziga ushbu 230 ming AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Bo'stonliq tumanida qayd etilgan yana bir holatda 1996-yilda tug'ilgan shaxs o'zining qarindoshiga tuman hokimligining 2008-yildagi qaroriga asosan Chirchiq daryosining muhofaza zonasidan obodonlashtirish hamda qayiqlar to'xtash joyi barpo etish uchun ajratib berilgan 36 sotix yer maydonini 150 ming AQSh dollariga sotishga kelishib, shuningdek kadastr tizimida ishlovchi tanishlari orqali tegishli hujjatlarni rasmiylashtirib berish evaziga 10 ming AQSh dollari talab qilib, jami 160 ming AQSh dollari olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Boshqa holatda esa Toshkent shahrida yashovchi 1992-yilda tug'ilgan shaxs o'zganing ishonchiga kirib, unga Bo'stonliq tumanida joylashgan va 8 nafar fuqaroga tegishli bo'lgan 72.6 sotix noturar yer maydonini har bir sotixini 14.900 AQSh dollaridan hisoblab, jami 1.81.740 AQSh dollariga sotishga kelishishadi. Shuningdek, mansabdor tanishlar orqali ushbu yer maydonini turar joy toifasiga o'tkazib, u yerda ko'p qavatli uy qurishi uchun ruxsat olib berish evaziga 10 ming AQSh dollari talab qiladi. Ammo Davlat xavfsizlik xizmati, iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurash departamenti va ichki ishlar organlari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda u oldindan 110 ming AQSh dollari olgan vaqtida ushlandi. Hozirda mazkur shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.